Assalomu alaykum. Hazrat Umar obunachilari. Akalar 1 minutga qo'ydi, osalaring ham, olmaslaring ham o'tkazib turasizlar akalar. Bitta like bosib qo'yasizlar, xudo xolisa. Olishlarni shart emas akalar. Qo'ydi, nihoyatda bugun ikkita o'sha toza yemga tayyor qo'chqorni nihoyatda arzon berib yuboraman akalar. Narxlari akalar, bu ikkala qo'chqorimizni narxlari 4 milliondan yetkazib beramiz akalar mana. Qirg'iz qo'chqorchalar. Like bosib obuna bo'lib qolsizlar akalar, doim ko'rganda akalar. Qo'y olmagan odamni o'zi yo'q akalar. Bir kun bari hayvon baqaman deysiz, doim shu Hazrat Umar kanaliga telefon qilaverasizlar akalar. Mana 4 million so'mdan akalar bozorga chiqsalar shu qo'ylarni aka shu narxni olib bo'lmaydi akalar. Bizni manzilimiz Namangan, dastopkalarimiz O'zbekiston bo'ylab bor. Bizni kuzatib, ko'rib turganlaringiz uchun oldindan rahmat akalar. Mana akalar. Bu qo'yda hamma chiqib olib maqtaveradi. Endi nima deyiladi shu maqtamay akalar. O'zidan shu ko'paytiraman deganlarga buni sarig'imiz zotga ham bo'laveradi aka. Shu zotligida. Nomerlarimiz 95lik 463 4117. Qo'ylar ma'qul kelgan bo'lsa akalar, bemalol telefon qilib, Oybejon qo'yda jo'natvoring desalar ham qo'yni jo'natvoramiz akalar. Mana. Xudo xolasa qo'rada ikkita qo'y tursa uyga baraka kiradi akalar. Hayvonga bola chaqalar kanikulda ishqiboz bo'ladi. Bola katta qilib oladi ekoy joyda.